qurbonlikni vojib bo'lishligiga 3 sharti bor. Birinchi sharti islomdir. Kofirning ustiga qurbonlik vojib emas. Ikkinchisi qurbonlik kasini ustiga vojibdiki sohibi nisob bo'lsin. Shu hozirga pul afg'oniga taxmin qilingan 92,5 ming afg'oniga bir kishi molik bo'lsa, hojati aslisidan izofa o'jiki xonaga bor, o'yiga bor, niyoz zarurati yo'q, ular ham hisob bo'ladi. 92 ming afg'oniga molik bo'lsa, an bu kishining moliki nisob aytiladi, qurbonlik uning ustiga vojibdir. Va uchinchi sharti ham muqim bo'lsin. Vataniga, Misriga, o'yginasiga bo'lsin. Musofir bo'lmasin. Umar Faruq radhiyallohu ta'ala anhu boshimuli boshqa ashabi kirom bilan vaqtiki safar hajga kelgidek bo'lsa, marosim hajga aytadilarki, bizlar musofir biz, muqim emas biz, lihoza qurbonlik bizlarga nima emasdi? Vojib emasdi. Bo'ladi biran musofir o'z oldidan ihsonan va tabarruan va xohlaydiki bor shu vojib ilohidan kam qolmasa va savobdan qolmasa qurbonlik qilsa, uni ham qurbonligi qabul. Ammo musofirning ustiga Eron va Turkiya va g'ayra joylarga bor hammasi musofirdir. Qurbonlik nima emas? Vojib emas bularga.